Sheslong. Olmaymiz, chunki u bolani umurtqa pog'onasini qiyshayishiga sabab bo'lishi mumkin. Ingalyator. Olamiz. Har bitta bola bor uyda ingalyator bo'lishi shart. Yo'rgak. Olamiz. Bunda bola ancha tinchlanadi, sababi o'zini ona qornidadek sezadi. Elektron tebratgich. Olmaymiz. Bu ham bolani umurtqa pog'onasini qiyshayishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, qo'zg'aluvchanligini oshirib yuboradi. Hadinok. Olmaymiz. U bolani oyoqlarini noto'g'ri bosishiga va tana shaklini noto'g'ri rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Beshik. Olmaymiz. Uzoq vaqt qattiq bog'langan bola rivojlanishi orqaga surilishi mumkin. Bolalar kravati. Olamiz. Yumshoq matrasli kravat olishingiz bolaga qulaylikni oshiradi. Bundan tashqari, agar to'siqli bo'ladigan bo'lsa, kelajakda ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Kolyaska. Olamiz. Bolani ko'chada sayr qildirishimiz uchun eng kerakli bo'lgan jihozimiz. Bu videoni esa bo'lajak ota-onalarga yuborib qo'ying.